Assalomu alaykum, aka opa singillar, yaxshimisizlar? Aka-ukalar, Studentskiy bo'yicha hozirda ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, Studentskiy biletimiz 1 yillik bo'ladi. Ko'chada yurganda shuni o'zini olib yurasizlar. Aka-ukalar, Studentskiy bilet bilan Rossiyani xohlagan joyda yursanglar bo'ladi. Bu narsa 1 yil bazda turadi. Bu narsa o'zi 4 yillik bo'ladi. Har yili cho'zdirib yursangiz bo'ladi. Keyin summasi 50 ming rubl 1 oyda tayyor bo'ladi. Yoshi 18 yoshdan 55 yoshga dur qilamiz. Ko'pchilik so'rayapti, Ahmadjon necha yoshga dur qilasizlar? Rossiyani qayerlarga o'tadi? Rossiyani xohlagan joyda yursiz bo'ladi. Xohlasangiz o'qishda o'qing, xohlasangiz o'qimang. Bu narsa 1 yil bazda turaveradi. Ko'rib turganingizdek, shtrix-kod bunga kamerani ursangiz, ponni anaqa kelib chiqadi. Login parol so'raydi. Bu yerda har bitta odamda o'zining login paroli bo'ladi. Login parol terasiz, telefoningizga skachat qilib olasiz, onlayn o'qishingiz turadi. Xohlasangiz o'qishda o'qing, xohlasangiz o'qimang, 1 yil bazda turaveradi. To есть melisalar telefon qilib ko'rish mumkin. Ko'chada o'shaganda men nomer telefonim bor, Государственный universitetimizni. Telefon qilib tekshirishi mumkin. To есть siz o'qiyapsizmi, o'qimayapsizmi degan bular подтверждать qiladi. Mana hamma yo'g'i bor yozilgan. Akalar, nomerimiz 8964 717 17 18. Shu nomerimizda WhatsApp, Telegram bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. WhatsApp orqali danlalarni jo'natsanglar, tayyor bo'lgandan keyin Moskvada bo'lsanglar, kelib adresimizni olib ketasizlar. Boshqa shaharda bo'lsanglar, любой joyga dostavka qilib beramiz. Akalar, xudo xolasa 100% bazda bor. Kimda kim qildirmoqchi bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.